Semizlik bu shunchaki ko'p ovqat yeyish emas. Ko'pchilik insonlar ozish uchun qattiq diyetaga o'tirishadi yoki sport bilan shug'ullanishadi. Semizlikdan qutulish, ozish uchun uni sabablarini aniqlash kerak. Sabablari birinchi bu stresslar. Stressda kortizon gormoni ko'proq ishlab chiqariladi va qorin bo'shliqlari tomonlarida ko'p yog' yig'iladi. Ikkinchi sabab bu noto'g'ri ovqatlanish. Shakar mahsulotlari, unlik mahsulotlar, fast foodlar bular juda ko'p yog' yig'ishga sabab bo'ladi. Energiya ko'p parchalanmaydi. Uyquning kam bo'lishi, 6 soatdan kam uxlash, organizm charchoqni ovqat bilan to'ldirishga harakat qilib, ishtaha ochiladi. Suvni kam iste'mol qilish. Tanada suvsash sentri bilan och qolish sentri juda ham yaqin, yonma-yon joylashgan. Ko'pincha biz chanqagan holatimizda o'zimiz ochlik his qilib ovqat yeb qo'yamiz. Shuning uchun har ovqat yeyish talabi bo'lgan vaqtda och qolganday his qilganimizda oldin bir stakan suv ichib olishimiz kerak. Suvsizlik ham semirishga olib keladi. Kam harakatlilik bu organizmga yog' to'planib qolishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari ayrim bir dori-darmonlar iste'mol qilish, bular gormonlar, antidepressantlar, bular ham semizlikka sabab bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda bu genetika, ota-onalardan irsiy tomondan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun semizlikda oldin sababini aniqlamasdan turib, organizmingizni qattiq diyetalarga o'tirib charchatmang va jazolamang. Sog'lom ozishni istaydiganlar meni kuzatib boring, siz uchun beradigan ma'lumotlarim hali ko'p.